o'zini juda chiroyliman deb o'ylaydigan tanishinglar bormi? Xudoga shukrki, bitta o'zi o'ylaydi-da. Haligi bola mahallada kichkina bolani ayasi yetalab ketsa, "To'pana qilma, hozir uni akangga aytaman, qo'qitib qo'yadi" deydi-yu. U tash qo'qitib qo'yadigan aka yer yuzi uchun bitta ashi bola. Bunday turib olib, "Biz mitskalar o'zi eskitdan chiroyli bo'lganmiz, hurliqoq bo'lganmiz" deydi. O'g'il bolani mitskasi, "Makachi, sen qanday qilib hozir mitska bo'lib qolyapsan? Siz dada tarafdan o'zbekmanmi?" deydi. "Ha, siz aya tarafdan saharimiz bor, men mitskaman" deydi. Dunyoda go'zallik qutqarib qoladi deydi. Sizlarga oddiy eshitilyapti, lekin u basharadan eshitishchi, u ishoninglar, dunyoda sharoit chatab ekan deysizlar. Bo'ldi, уже tugaydi, tugashimiz ekan deysizlar. Sen rostdan o'ylabsan, shu bashara bilan dunyoni kimdir qutqarish kerak bo'lsa, go'zallik bilan seni chiqarishadi deb, sen play-offga ham chiqa olmaysan. Tushunasizmi? Eng chiroylilarni ko'rsatuv bo'lsa, hech kim kelmay qolsa ham, "Ucha qaytib ketavering, atmen" deb birni berishmaydi senga. Oldindan muhim ishtirok degan nominatsiyaga tayyor tura olgin, sen unaqa emassan. Siz men hali kuni bozorda bitopa, "O, chiroyli bola" dedimi? U hola arava kerak deb tushuntirdi-yu, sen emas eding-ku.